Voy balakat. Ishga kechib qolyapman va tezroq borishim kerak. Xo'p, qo'limda kalit. Nima mashina ko'p. Tushunmadim. O'tirib aka. Voy. Keldingmi? Yotarding yana bir 12 birgacha bo'l, bu yoqqa bo'l. Bittasi qarab. Mana o'sha mana bo'l. Bo'lsangchi. Mana. Bo'ldi, mana buni obor. O'zim qilaverib charchab ketdim-ku. Mana. Davay. Kimga? Mana bu turgan Gitler sifat bratga. Bo'l. Осуждай. Mana. Tak. Oha. Tak. Bo'ldi. Bunaqa qilamiz. Bo'ldi, bo'pti, mayli qarang. Voy, soat necha bo'ldi? Kamchilik yo'qmi deb so'rab chiqqan. Bo'l. Xo'p. Kamchilik yo'q. Mijozlar kamchilik yo'q. Assalomu alaykum. Hozir bir daqiqa. Men bilan jangligini achki. Ha. Bu keldi. Bor gaplash. Voy balaga nima gaman? San gaplash. Bor gaplash to'g'mayman. Bo'l. Assalomu alaykum bo'z, yaxshimisiz? Va alaykum. Yaxshimisan ukam? Yaxshi, rahmat. Endi aniq tozalayapmiz. Tinchlikmi? Tinchlikmasda shu. Bir necha kundan beri gaz yaxshi bo'lmayapti. Klientlar pasayib ketgan. Bugun o'zida 3 ta jalba tushgan. Xo'sh, bunga qanday javob berasanlar? Sizlarga menimcha dam berishim kerak-ku. Nimaga? Yo'q, yaxshi qilamiz. Просто hamma narsa yaxshi. Shunchaki ikkita odam kamlik qilyapti-da. Qanaqa odam? O'zlaring eplolmayapsizlar. Xullas, sizlarga bir necha kunga dam. Sheriging ham etib qo'ygan. Kassa qani? Qancha pul tushdi? Kassa, voy. Hozir so'rab kelaman, mana. Bo'l, tezlash. O'tir bo'yga. Kassada qancha pul bor? Короче, 200 bor, bu yoqqa. 0. Voy, nimaga? Xullas, kassaga 100 tushdi degim. Jim. 100 nima deganlarini eshitdim, bo'ldi jim. O'zim gaplashaman. Mana shu bo'lib turib. Mayli. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi jigarim? Qalay ketyaptimi? Bugun dahshat kassa bo'ldi, lekin boru. Va alaykum assalom, Xursandsan? Aytmadimi yangilikni? Qanaqa yangilik ekan? Nima, kanikul bermoqchimisiz 3 kunga? Voy, juda ham yaxshi bo'lardi. Necha kundan beri charchab ketdik, boss. Qanaqa kanikul? Telefon qilib keldim agunimcha, kelmaysanlar. Xullas qancha tushdi? Bugunmi? Bugun $100 tushdi jigar, real. Mana $100 o'lay agar. Bugun xo'sh, bundan pul ajratib berasizmi? Hozir. Bir daqiqa sabr qilib tur. Tak. Aniq $100 mi? Qara, qayrayotgan bo'lsalaring ko'rasanlar. Yo'q, jigar, ishoning, bizda unaqa odat yo'q, to'g'risi. Bizda umuman odat, unaqa bir g'alati odatlarimiz, takuy narsalar yo'q, lekin bizda ishoning. Ali bo'pti, bo'lmasam men ketyapman. Mayli, charchamang. Tez kalit yopilaringda, keyin ertaga menga tashib ketgan. Qayerda bo'lasiz? Mana shu yerda bo'laman. O'zim ishxonani ochib, o'zim qarayman. Mana bu yaxshi emas. Mayli bo'pti, bo'lmasam spirgingizni ham qo'yib qo'ydim. Bu yerda bizda boshqa ish yo'q ekan-ku. Xullas, uka, bo'ldi endi, shaharda yashash yo'q, unutamiz. Nimaga? Yaxshi ish edi, yon urushib ketdi dedingiz. Bu bilmadim. Qancha yaxshi gapirsam ham foydasi bo'lmadi aytgancha. 100 yoningdami? Mana. Qara, bu narsani bir marta qildik, lekin hayoting davomida buni qaytib qilishni o'ylamang, bu yaxshi ish emas. Prosta ertangi kunimiz o'yladik-da. Xullas, endi senda bitta variantlar bor. Qanaqa? Shahardan keta olmaymiz. Boshqa joyda yashab ko'rmaganman menmi? Yo'q. Qishloqda o'zim ishlayman. Qishloqda endi senga biroz bekorchi vaqt tug'iladi. O'sha payt bekorchi vaqtingda qo'lingda telefoning bor, YouTube'dan nimalardir qilib ko'rgin, xo'pmi? Xullas, aytib o'tganimdek, qishloqqa borganda YouTube'laringni qilasan va keyin men esa o'tda bosib ishlayman. Keyin senga bitta boshni olamiz. Hozir men bitta Bo'snozdan ham kunlik ish pulini olganman. Mana bu pulning yoningda tursin. Xullas, endi tanla. Bizada kechga 3 ta qishloq bor. Birinchi qishloqda xolam may turadilar. Ular bizga uy qilib beradilar, lekin bir xonali. Qishda sovuqatib, chirib qotib qolamiz, lekin bir amallasak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi Benamakim bor. Benamakimnikida qolsak bo'ladi. Benamaki lekin baliqqa jo'nataverib qitib qoladi. Kunimiz baliq tutish bilan o'tib ketadi. Va uchinchi variant, bu boramiz o'shdan arzon bitta uycha topish kerak. Lekin uchinchi qishloq haqida bir g'alati mishmishlar bor, lekin
ijara narxi judayam arzonda, tushunyapsanmi? O'shda yashasak bo'ladi. O'zimizga bek, o'zimizga xon, u yerda bitta ishlar ham bor. Menimcha Odirboyga o'zimiz yashaganimiz ma'qul. Nimaga deyam, chunki sizni qarindoshlaringiz umuman ezib yuborishadi hayotda. Tushunarli. Lekin qanday ish qilmoqchisiz siz? Fast fooddan boshqasini qilmagan bo'lsak, faqat ovqat pishirish qo'limizdan keladi. Nima qilamiz u yerda? Xotir olma, sen telefoningdan bir amallab YouTube'laringni qil. Ulardan ham albatta pul kelib qoladi. Men esa o'tdan bitta ish topishga va'da beraman. Menga ishon bo'ldi. U yog'ini yes qilamiz. U qara, shaharda mana qo'y chiqmay turib, qo'y ham chiqib qoldi. Hozir so'yib yesak tayyor go'sht bo'ladi-yu, mayli. Mayli, lekin nimaga shaharda hech kim yo'q? Hozir kech bo'ldi. Bunaqa paytda kim ham bo'lardi? Mayli, tezroq boraylik. Xullas, qachon ertaga ketamizmi? Hozir uyga boramiz, choy ichamiz, narsalarni yig'ishtiramiz. Kvartira egasiga esa aytamiz, bizda boshqa ish yo'q deb. To'g'risi, bu pullar bilan ishon yo kvartiraga pul to'laymiz yoki ovqatlanamiz, o'ylagin. Mayli, boshqa chora ham yo'q ekan. Nima deymiz? Ana kelib qolamiz o'zi ham. Chakkamida. Mana. Hop, Odirboyga tashagan lokatsiya, adashmasam mana shu uy. Kimdir ham turibdi. Mayli, hozir mana bu pullarni beraman va bo'ldi. Hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyda siz ham boqchimisiz? Ha, men. Oylik to'lovi qancha? Ijaragami? Nima, butunga deyotganmidingiz? Bo'ldi mana. Oylik to'lovi $20. Tfu, $50. Mayli. Mana pul. Bu yerda meni bitta sherigim ham bor. U ham keladi. Uyni ko'rish kerak. Mayli. Yana bir savol. Nimaga bu uy juda ham arzon? Unisini qo'yaverasiz. Ancha-muncha narsalar bor. Uzoq tarix. Mayli. Hop, mayli bo'lmasam kirish mumkinmi? Ha, bemalol. Lekin kechki payt qandaydir ovozlar eshitilsa, e'tibor bermayman. Nima? Bo'ldi. Marhamat. Rahmat. Hop, Odirboyga telefon qilaylik-chi. Hop, Odirboyga. Alo, Nikon, nima bo'ldi, gaplashdingmi? Gaplashdim. Xullas, pulni berdim. Olib kirishinglar mumkin dedi. Qancha berding? $50 ijaraga. $50? Arzon emasmi? Bilmadim, juda ham arzon deyapti. Bo'pti, o'sha lokatsiyada, endi o'sha lokatsiyaga bording. Ha, xuddi o'sha. Bo'ldi, bo'lmasa, hozir men ham boraman. Hozir men endi bu yerda yuribman, ish qidirib, qishloqqa o'rganib, ozgina o'rganingchi, birozdan keyin boraman. Mayli, bo'lmasa men kirib turaman uyga. 1 soatlarda kelarsiz. Bo'pti. Hop. Palakat sovuq tushib, yomg'irlar yog'ib ketdi. Tez uyga boring. Odirboy ham namuncha kelmadi, yomg'ir ham yog'ib bordi. Kim bor? Eshik ochib yuboringlar. Shumi? Keldingizmi? Aka, adashmadimmi? Assalomu alaykum. Yangi uylar qurilib bo'lsa, yangi uylar. Rahmat. Xullas, mana bu qo'limdagi vashi og'ir. Voy, nima bu? Yaxshi. Bormadi senga. Tez bezatish kerak. Voy, uy qalay, yaxshimi? Uy shinamgina issiqqina ekanmi? Bilmadim, lekin juda ham arzon berdi. Arzon, issiq va shinamgina ekan. Narsalarimizni bemalol issiqtirsak bo'ladi. Oldingi kvartiradan ko'ra kengroq. To'g'risi. Oldingi, haqiqatan ham, oldingidan keyin bunaqasiga joylashtirsam bo'ladimi? Nima deysan? Bu yerga mana. Bo'ladi. Mana buni qo'ysak? Xo'sh. Yo'q, bu yerga bo'lmaydi. Qo'yamiz. Bilmadim, qayerga narsalar joylashtirish to'g'risi hali bilmayman. Menimcha bir necha kunda moslashib ketamiz. Aytgancha, stol senda emasmi? Stol yo'q. Yo'q. Olmadingizmi? Yo'q, mana. Momo yo'q. Mayli, men yerga qo'yaveray. Hop, bu yerga anaqani qo'ysak, bo'ldi. Yana ham issiqroq bo'lish uchun. Mana buni buzib yuboring. O'zim. Ana, opa. Bo'ldi, bir amalladim.
Endi Hop. buni tashqariga olib chiqib qo'ysam bo'ladi. Bu bitta ortiqchada. Qolgan Aha. korobkalarni ham biramalashsan. Aytgancha, senga bitta sovg'am bor. Ov. Nima? Xo'sh, mana bu narsalar senga kerak qoladi. Baribir qishloqqa yaqin joydamiz deb olib qo'ydim. O, kirka. Voy, kinolarda ko'rganman bunaqa narsani. Ha. Endi qishloqda yashaymiz, bu yoqqa kerak bo'ladi. Mayli, men birpas o'tirmasam bo'lmaydi, borib. Mayli, lekin soat nechi? 12 Soat- bo'pti. Yarim tun. Gapirma. Bu yerda aytgancha internet qanaqa ishlayapti senda? Internet pas. Manda Pashta o'rtacha yo'q desam bo'ladi. lekin shaharchalik emas, to'g'risi. Bu yoqda internet babi boshqa edi. Albatta shaharchalik emas bo'ladi. Jinnimisiz? Bu yerda Ha. Bir mayli tomondan borib, xullas. o'ylab qarasam, u yoqda yaxshi yashayotgan ekanmiz, kompyuterxonalarga borib bunaqa paytda. Lekin bu yoq ham endi yomon emas. O'rganib ketamiz. Lekin O'tirboy aka bu yerda butun umr yashab bo'lmaydi. Bir oylarda Ha, qaytish to'g'ri, kerak. Qaytamiz. Xotiraman. Ha, bir ish topib, bir normalniy bo'lganimizdan keyin qaytish kerak. Mayli bo'lmasa, men uxladim. Davay. Voy, balakat, nimanidir ovozi qulog'imga chalinyaptimi? Voy, kichkinasi ham kelib qopti, borib tashqariga chiqib kelmasam bo'lmaydi. Soatga qarang, shu tungi bir, shu uyqu buzilmasada kech bo'lganda. Ha, bu minus tomoni tualet yo'qligi. Nimani ovozi edi bu o'zi? Masjidroqqa o'tsam, voy, balakat, nima bu? Hozir